Nimaga bu avtomobil haqida men bemalol eksklyuziv degan so'zni eslata olaman. Birinchisi, probeg невероятно kam. Ikkinchisi, заводской рестайлинговый модель. Kraskasi absolutно top-toza va texnicheskida umuman ishi yo'q. Обновленный versiyasi Audi Q7. 2011-yil, probeg 27.000 kilometr. Motori 3 turbo 340 ta o't kuchi. Komplektatsiya S-Line. Rulga o'tirganimizda bizda vid shunaqa ochiladi. Multifunksionalniy rul, управление, magnitofon, a также бортовой компьютер, подрулевые лепестки, датчик света, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, заводская мультимедиа Bose, a также judayam intellektualniy bo'lib ishlaydi bu sistema. CD changer, a также заводской мультимедиа monitor. Hozir sizlar bilan birga zavatini qilamiz. Bismillah. Hech qanaqa ошибкалari yo'q. Ikkinchi qo'l avtomobil. Sostoyaniya ko'rishingiz mumkin. Hamma yog'i hali matoviy bo'yotibdi. Plus bu yerda 5 xil rejimi pnevma podveskalari bor. Bagajda bor funksiyani ko'rsatmoqchiman, imенно pnevma bo'yicha. Mana bu yerda bagaj ochganingizda knopkasi bor. Bossanglar, imенно orqa tomon mashinani pastga cho'kadi. Bemalol narsa ortish uchun. 3-qator sideniya mavjud. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 27,5 mingga berib yuboramiz.